Qanday qilib uyda biznes qilish mumkin? Qadrli uyingizdan chiqmagan holatda o'z shaxsiy tadbirkorligingizni ochish orqali ijara pulini ham, ishchi kuchiga ham, haqni ham sezilarli darajada tejashingiz mumkin. Bularga pulingiz ko'paygach ulguraverasiz. Xo'sh, uyda qanday biznesni boshlash mumkin? Buning imkoni bormi o'zi? Bugun sizga shu haqida tavsiyalar berishga harakat qilamiz. Uyda tashkil qilingan biznes ham ma'lum sa'y-harakatlarni talab etadi. Buning uchun oldinda ish rejasini tuzib olish zarur. Ish rejangiz quyidagi qadamlarni o'z ichiga olgani ma'qul. Birinchi, nimani yaxshi bilsangiz yoki nimani yaxshi tushunsangiz, biznes uchun o'shani tanlang. Minimal byudjetingizni inobatga olgan holda asosiy ishchi kuchi baribir o'zingiz bo'lasiz. Shu sabab nimani yaxshi tushunsangiz, tadbirkorlik uchun o'shani asos qilib tanlab oling. Masalan, kimlardir shirinlik pishirishni maromiga yetkazadi. Yana kimlardir tikish bichishni qoyillatadi. Oramizda mahoratli to'quvchilar, tikuvchilar ham yo'q emas. Agar siz tanlagan yo'nalishda yordamchi kerak bo'lsa, unda maxsus ko'nikmaga ega xodim olishingiz mumkin. Ikkinchi, nol sarmoyali biznes emas. Uyda o'tirgancha ishlab, ijara uchun pulni to'lamasligingiz mumkin. Ammo boshlangan ishingiz uchun pul kiritishga baribir majbursiz. Maxsus jihozlar, kerakli xom ashyolar, reklama uchun kimlargadir pul berishingizga to'g'ri keladi. Uchinchi, bozorni tahlil qiling. Bir tasavvur qilib ko'ring. Siz juda yaxshi tikasiz yoki pishiriq pishirasiz. Bu sevimli mashg'ulotingiz sizga pul keltirishni istamagan bo'larmidingiz? Albatta istaysiz. Bozorda sizning mahsulotingizga talab qanday? Talabga ko'ra, taklif bo'lgani kabi mavjud bozordagi sharoitni ham inobatga olishingizga to'g'ri keladi. Raqobatchilarni ham unutmang. Siz bozorda yolg'iz emassiz, balki xorijiy xaridorlarga e'tibor qaratish kerakdir. To'rtinchi, biznes reja. Albatta kerak. Investorga qancha pul qayerga sarflanishi haqida biznes reja taklif qilishning keragi yo'q. Uydagi biznesning ustunlik tomoni shundaki, siz bu yerda o'zingiz investor hisoblanasiz. Ammo o'zingiz uchun ham biznes reja kerak. Bu nima uchun harakat qilayotganingizni, mahsulotning tan narxini baholash, moliyaviy maqsadlar qo'yish uchun zarur. Beshinchi, boshida kichikroq foydaga ixtisoslashing. Yangilarga hamma ham ishonavermaydi. Mijoz yig'ishning oson usuli bu avvaliga mahsulotingizni bozordan arzonroq narxda sotib ko'rishdir. Bu jarayonning ham o'z muhlati bo'lishi kerak. Biznes rejasiga bunday kam foyda bilan sotishning muhlatini ham kiriting. Axir siz mehribonchilik bilan emas, biznes bilan shug'ullanyapsiz. Hamma narsa inobatga olinishi kerak. Odamlarni o'z mahsulotingizga uning kerakli ekanligiga ishontira olsangiz, sekin-asta mijozlaringiz ortishidayin. O'ylaymizki, bu safargi tavsiyalarimiz ham siz uchun foydali bo'ladi. Boshlamoqchi bo'lgan ishlaringizda omad yor bo'lsin.